Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Kolumbiyaning mashhur Casablanca Sports nashrining jurnalistlari O'zbekiston terma jamoasi va uning raqiblari haqida qiziqarli fikrlar bildirishdi. Ular Portugaliya bilan bir guruhdan o'rin olganlarini eng muhim voqea sifatida ta'kidladi. Chunki bu jamoalar hozirga qadar o'zaro o'ynashmagan. Shuningdek, jurnalistlar O'zbekiston haqida ham shunday fikr bildirishdi. Ko'pchilik qiziqqan yana bir raqib bor. Bu O'zbekiston. Ularning bosh murabbiyi Fabio Cannavaro 3-4-2-1 taktikasiga juda mahorat bilan yondashadi va dinamik o'yin uslubi bilan ajralib turadi. Bu tizim ularga Osiyoda katta natijalar bergan. Ular uzoq va biz uchun unchalik tanish bo'lmagan mamlakat bo'lishi mumkin. Lekin futboli shiddat bilan rivojlanmoqda. Oq bo'rilarni Osiyoning eng kuchli terma jamoalaridan biri deyish xato bo'lmaydi, dedi jurnalistlar. Muxlislar FIFAning 2026-yilgi jahon chempionati uchun chipta narxlari siyosatini qattiq tanqid qilishdi. Ma'lum bo'lishicha, chipta narxlari dastlabki e'lon qilingan summadan ancha yuqori bo'lgan. Avvalroq tashkilotchilar chiptalar narxi 21 AQSh dollaridan boshlanib, maksimum 2242 dollarga yetishini e'lon qilishgan edi. Biroq sodiqlik dasturi doirasida taklif etilayotgan chiptalar narxi 7000 AQSh dollarini tashkil qilayotgani xabar qilindi. Futbol muxlislari Yevropa assotsiatsiyasi bu vaziyatni jahon chempionati an'analariga nisbatan ulkan xiyonat deya baholadi va muxlislarning bu musobaqaga qo'shayotgan hissasini e'tiborsiz qoldirish deb tanqid qildi. Ushbu tashkilot FIFAni chiptalarni belgilangan narxlarda sotishni to'xtatishga va barcha manfaatdor tomonlar bilan muzokaralar o'tkazgandan so'ng narxlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati oldidan o'rtoqlik uchrashuvlari uchun raqib izlamoqda. Nomzodlar orasida Shimoliy Amerika jamoasi ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, Kanada terma jamoasi O'zbekiston bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazishga qiziqish bildirgan. Kanada futbol federatsiyasi bu uchrashuv uchun O'zbekistonga 50 ming dollar to'lashga ham tayyor. O'zbekiston esa Yevropa yoki Latin Amerikasidagi yuqori saviyali terma jamoalar bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Chunki jahon chempionatidagi guruhda O'zbekistonga qarshi aynan shu ikki qit'adan jamoalar bor. Yevropadan Portugaliya terma jamoasi va Latin Amerikasidan Kolumbiya terma jamoasi guruhdan joy egallagan.